Assalomu alaykum, aytuvchilar, oliy bo'lgan obunachilar. Bugun sotuvda 5-6 ta xolosimiz bor edi, zo'r xolosdan bitta havola qilamiz. Bular hammasi bas, hammasini ko'rsatib qo'ying. Bular hammasi topga kelgan. O'zlaringiz bilasizlar, men xolos toplayman, toplangan kelgan. Ular ichida o'zimnikilar ham bor, sotuvdagilar. Mana bitta yopib chiqib ko'rsataman, ukalar. Oyog'ini topib chiqib, bitta ko'rsatib beraman. 5-6 ta bor. Mana ukalar, birinchi cho'jamiz eng kichigidan boshladik. Eng haligi nimjonroqdan deydi-yu. Jo'jamiz endi xolos bo'layotgan paytda bitta chechak xolosga yopishib olib, chechaklab ketgan, o'zimiz ham o'sishini ko'rmaganmiz. Chechakdan endi chiqib mana betlarini ko'rgan bo'lsalaringiz, o'xshayib aynaqa bo'lib qolgan. Xolosimiz zo'r. 3 kiloyu 600 hozirgi kilosi, xudo xolasa 4 kilo 100, 4 kilo 200 o'tishadigan cho'ja. Narxi ham o'ziga yarasha, xudo xolasa 1,5 million so'm kamini qilib beramiz, telefon qilib aloqaga chiqsalaring. Hamma joyi zo'r, bekorchisi yo'q mana. 3. Mana ko'kalar, ikkinchi cho'jamiz o'ta go'zalidan mana. Joningiz sog' bo'ladi, pallarga e'tibor qilib qo'yasizlar. Toza chiqib olgan. Buni ham mashina xantanasi, bularni to'g'risini aytaman, bir hafta yo 10 kun bo'ldi. Yaladan bir-biridan ajratganimga. Ajratib olib kelib, vaksinalarni qildim, hozir urishtirib bo'lmaydi. Shuning uchun men ham o'zim ham urishtirolmay turibman, to'g'risi aytinglar. Mana joningiz sog' bo'lsin, hozirgi kilosi 4 kilo 200 da, 4,5 kiloda bemalol urishadi. Jicha xudkayroqlik uchun hozirgina ham urishtirishga jicha qiynaldik, ushashga. Urishtirishdi, gapni ham chalib olyapman. Mana aka-ukalar, bu ham o'ta go'zalidan bo'ladi, joningiz sog' bo'lsin. Hamma joyi zo'r, tani joni sog', jicha odamdan qo'rqadi. Hozir shu olaman. Mana aka-ukalar, narxini 2 million deymiz, ozgina kami bor. Qiziqqanlar aloqaga chiqaveradi, kelishamiz, xudo xolasa. Mana aka-ukalar, joningiz sog' bo'lsin. Pallarga e'tibor qo'yinglar, tozaligini. Asal bo'lib turibdi-yu, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, bu ashini 3-chisi bu. Ash 3 taligimi bittasi. Bittasini olib ketishdi. 3 taligimi bittasi bu galavoshisi bo'lgan. 4 kilo 300 hozirgi holati. Xudo xolasa 4 kilo 700 yo 800 da urishadi. Bunisi eng yirigi. Mana joningiz sog' bo'lsin. Qiziqqanlar bitta pilotkalarni ko'rsatib ber. Mana joningiz sog' bo'lsin, pilotkalar. O'ynab olishingizdan, Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar, 2 million so'm ozgina kami bor, kelishtirib beramiz. Telefon qilsalaring. Realni olaman deganlar bo'lsa aloqaga chiqaversin iloji boricha. 3. Mana akalar, joningiz sog' bo'lsin. Buni bitta aybi jicha kechkiroq kiymana boshida matida. U bilinadigan darajada petnochasi bor. Mol sotsang aybini ayb sot deydi-ku. Lekin o'ta go'zalidan. Xohlasa 4 kilo 200, 4 kilo 300 da urishaveradi, bemalol. Yana ikkita cho'jamiz bor. Ularni men joyda ko'ryapsizlar, o'zlarining joyim yo'qligini evaziga akamnikiga tashlab qo'yganman. Ash akam nomerini, qo'yaman, ash bola sotadi. Hammasini ash bola bilan kelishaverasizlar. Ikkovimiz bitta. Mana akalar $100 nimani evaziga, ketishkiligini evaziga, joningiz sog' bo'lsin, o'ta go'zalidan. Hay. Mana polvon chiroqligini ishqibozlariga. Qora bayir, umuman xatopati yo'q. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar, nariga uni ham qo'yib beraman hozir.